Diqqat! O'zbekiston pensionerlariga tezkor xabar. O'zbekiston hududida 61% pensionerlar to'liq pensiya ololmayapti. Bu raqamlar esa jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat! Pensionerlarning 61% to'liq pensiya ololmayapti. O'zbekistonda pensiyaga chiqayotganlarning katta qismi yetarli ish stajiga ega emas. Pensiya jamg'armasining xabariga ko'ra, 2010-yilda bu ko'rsatkich bor yo'g'i 6% bo'lgan bo'lsa, 2025-yilga kelib esa 61% ga yetdi. Bu har 3 yangi pensionerning ikkitasida degani. O'zbekistonda to'liq pensiya olish uchun erkaklar 25 yil ish staji, ayollar esa 20 yil ish staji bo'lishi kerak. Staj yetarli bo'lmasa, pensiya kamroq hisoblanadi. Staj kamligi sababli pensionerlarning 47% oyiga 820 ming so'mdan 1 million so'mgacha pensiya olmoqda. Bunga asosiy sabablar esa norasmiy ishlash maoshini soliqdan berkitib, naqd olish, ijtimoiy soliq to'lamaslik va eski mehnat hujjatlarining arxivda yo'qligidir. Umumiy pensionerlar orasida ham to'liq stajga ega bo'lmaganlar ulushi 3% dan 39% gacha oshgan. Ko'proq pensiya olishning yagona yo'li rasmiy ishlash va soliqni o'z vaqtida to'lab qo'yish, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabar ostiga like bosing va pensiya yoshiga endi yetib borayotgan yaqinlaringizga